Porloqda qanday xizmatlar bor? Bizning Porloq gilam yuvish korxonamizda gilam, parda, adyalo, ko'rpa-ko'rpacha hamda yumshoq mebel, bruschatka, tashqi fasadlargacha yuvish xizmatlarimiz mavjud. Gilamlarni mijoz o'zi olib keladimi yoki olib ketasizlarmi? Biz yuvdirmoqchi bo'lgan mahsulotingizni bepul olib ketamiz, yuvib, quritib, bepul yetkazib beramiz. Buning uchun qo'shimcha to'lov qabul qilinmaydi. Ammo agar mijoz xohlasa, o'zi olib kelib berishi ham mumkin. Bunda har bir kvadrat metr uchun 2000 so'mdan chegirma qilib beramiz. Sizlarda yuvdirsak qanday afzalliklari bor? Bizda avvaldan hech qanaqa to'lovlarimiz yo'q. Yetkazib berishgandan so'ng ko'rib, tekshirib olib, keyin to'lov qilasiz. Agar sizga xizmatimiz yoqmasa, bepul yoki qayta yuvib beramiz. Undan tashqari bizda 1 oylik kafolat mavjud. Ya'ni ayni bizda yuvdirgan mahsulotingiz tozaligiga 1 oy davomida shikast yetsa, biz uni qaytadan bepulga yuvib beramiz. Nega uyda emas, sizda yuvdirishim kerak? Bizda mahsulot turiga ko'ra, masalan, gilamlar tolasiga ko'ra, yumshoq tolali gilamlar uchun alohida, qattiq tolali gilamlar uchun alohida yuvish uslublaridan foydalaniladi. Undan tashqari, yuvish jarayonida mahsulot dezinfeksiyalanadi, tolasi yotib qolgan gilamlar tolasi tiklanadi. Gilam to'liq yuvib quritib bo'lingandan so'ng maxsus atirlar yordamida xushbo'ylantiriladi va maxsus upakovkalarda yetkazib beriladi. Xizmatlarimiz haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lish uchun bizga obuna bo'lishni unutmang.